Demak, kelgandagi shikoyat bemorimizni quloq eshitmasligiga. Mana tashqi eshituv yo'lidan kirib boryapmiz. Nima ko'rdik? Nima ko'rindi? Qani? Kir. Nima? Polni sigara. Xo'p. Hurmatli obunachilar, men senimga nega tozalab yurmaysan qulog'ingni desam, yo'q, qo'rqaman. Kir ichkariga o'tib ketadi dedi. Mashalloh, men qoyil qoldim. To'ppa-to'g'ri. Hamma narsa fashistka. Mana kir. Tasavvur qilamiz, buni tozalaydi qulog'ini. Kirni, demak, tashqi eshituv yo'lidan olib borib, mana ishda kir tursa, buni tozalayman deydi-da, tashqi eshituv yo'lida kirni polni nog'ora pardagacha nima qiladi? Olib borib tiqtirib qo'yadi, tiqilib qoladi. Natijada battar eshitish pasayadi, og'riq paydo bo'ladi. Даже bu holatlar nog'ora pardani teshilib qolishiga ham sabab bo'ladi. Так что uy sharoitida faqat tashqi eshituv yo'linigina faqat cho'milganda, bosh yuvganda tozalashga qo'yilgan narsa bu. Даже qo'l bilan, salfetka bilan bundoq artsa ham bo'ladi. Lekin ichkarini, kirni, chirkini olaman deb urinmaslik kerak. Bu eshitishga ta'siriga boshqa narsalarga, ya'ni problemalarni sabab keltirib chiqarish sabab bo'ladi. Erimasdan vaqt ajratib shifokorga kelsa, birinchidan unaqa определённый katta summa bo'lmaydi. Inshaalloh yo'qotgan vaqtga achinmaydi. Отсутствие yoki аккуратный tozalab yuvib berishadi. Sog'lig'iga befarq bo'lmanglar. Kimda shunaqa muammo bo'lsa, o'zi tozalamasin. Bu videoni o'zini qulog'ini o'zi tozalaydigan, kirlarni ichkariga itarib qo'yadiganlarga jo'natib qo'yamiz.